10 bab. Shundan keyin Samuel bir quti zaytun yig'ini Saulning beshiga quyib, uni so'yib, "Mana bu Parvardigorning seni o'z xalqi Isroilga bosh bo'lishga tayinligini. Bugun sen mendan ayrilgandan keyin Benyamin zeminining bir chetidagi Zalzoq degan yerga yetib borganingda Roilaning qabrisining yanida 2 odamni uchirtsan. Ular sana siz izlab chiqqan eshaklar tepildi. Otingiz endi eshaklardan emas, sizdan ansirab o'g'limni qandoq toparman deb o'ltirdi deydi. Sen u yerdan o'tib, yana oldiga menib, Tabordagi dub darixining yeniga yetib kelganda, Baytalga Xudoga ibodat qilg'ini mangan 3 odamni uchirtsan. Ularning biri 3 o'g'loq, biri 3 non ve yana biri bir tulum şarap algan bulup, ular sana salam qilib 2 non berdi. Bergan nonlarni erishing kerak. Uningdan keyin sen Filistiyliklarning qorovul atriti joylashgan Xudoning teg'i deb atalgan Gibaqqa borasan. Shaharga kirganingda tog'dagi sajdigohdan tushib kelgan payg'ambarlarga yo'liqsan. Ular Chiltar, Dab, Sunay ve liralarni çelişip, hayacandı vaqrab, usul oynışıdı. Şu çağda Parvardigorning ruhi sana güç kudretde düşüdü. Sen ulağı koşulup, hayacandı vaqrab, usul oynap, başka bir odamdek bolup kalısan. Bu olametle körüngen çağda sen özün bilgenini kıl. Çünkü Xudo sana yardır. Sen Gilgalga mendun burun yetip barısan. Men şu yerde köydürme ve amallık kurbanlıkı kılış üçün keşingi barımen. Sen u yerde men kelgüçe 7 gün saqlap turgun. Men yetip bağandın keyin nemi kılışını dep berimen. Saul, Samuel'den ayrılıp, kendini burulup menişigla, Xudo uningga yeni bir qalb ato qildi. Oldin deyilgan aшу alametlerinin hemisi şu kuni amalga oshirildi. Saul xizmatkori bilan Gibaqqa kelganda bir top payg'ambarlarga yo'liqdi. Shu chaqda Xudoning ruhi uningga kuch qudratda tushdi. Shuning bilan u heliqi bir top payg'ambarlarga qo'shilib, hayajonda vaqirab, usul o'ynab ketdi. İlgiri Saul'un tanıydıqanlar bunu körüp hayran qilib bir-biriga kishning o'g'liga nima bo'lgandu? Saulmu payg'ambarlardanmi-du? deyishib ketdi. Lekin shu yerlik bir kishi Saulni yoqlab, "Amsa boshqalarchu? Ularning otasi payg'ambarmidi?" dedi. Saulmu payg'ambarlardanmi-du? degan maqol ana shuningdan qolgan. Saul uyada hayacandı vaqirab, usul oynashdan to'xtagandan keyin sajdigohga chiqdi. Saulning tog'isi uni va uning xizmatkorini ko'rib, "Sizlar zodi nega bordinglar?" deb so'radi. "Eshaklarni izdigili chiqqan", dedi Saul. "Eshaklarni topamagandan keyin Samuelning yeniga bordik. U sizlarga nima dedi?" deb so'radi Saulning tog'isi. U bizga eshaklarning tepilganligini depadi, dedi Saul. Lekin o'zining podsho bo'lib tayinlanganligi to'g'risida Samuelning itqonlarini tog'isiga demidi. Samuel Isroil xalqini Misbaqqa, Parvardigorning huzuriga chaqirdi va ularga mundaq dedi: "Parvardigor, ya'ni Isroillarni tanlagan Xudo shundoq deydi-ki, men sizlarni Misrdan elib chiqdim. Sizlarni Misrliklarning va sizlarga zulm qilgan barliq millatlarning qo'lidan qutuldirib chiqdim. Lekin endi sizlar meni o'zinglarni butun baloyi ofat va mushaqqatlardan qutqizgan Xudoyinglarni rad qilib, o'zinglarga bir podsho tayinlab berishni talab qildinglar. Endi sizlar qabila va jamoat tartibi bo'yicha men Parvardigorning oldida hozir bo'linglar." Shuningdan keyin Samuel har bir qabilani Parvardigorning oldida tizdi.
Ularning ichidan Benyamin qabilasi tanlandi. Ondan Samuel Benyamin qabilasidagi har bir jamoatni oldiga chiqadi. Ulardan Matri jamoati tanlandi. Oxirida Matri jamoatidagilardan Kishning o'g'li Savul tanlandi. Lekin ular Savulni izlaganda uni topolmadi. Shunga ular yana Parvardigordan "U odam bu yadimi?" deb so'radi. U yaroq jabduqlarning kayniga yo'shinib oldi, dedi Parvardigor. Birovlar yugurib berib Savulni u yerdan elib keldi. U xaloyiqning ortida turganda hech kimning bo'yi uning yelkasidan oshmaydi. Samuel xalqqa Parvardigor tanlagan odamni endi ko'rdinglarmi? Xalqimiz ichida uningga yetadigan birmi odam yo'q, dedi. Buning bilan xalqning hammasi "Yoshsin podshoh" deb chiqon ko'tirishdi. Samuel xalqqa podshohning mas'uliyati va huquqini aytib berdi, hamda ularni yozma shaklda yozib, muqaddas joyga qo'ydi. Ondan keyin xalqni o'ylariga qaytarib etdi. Savulmu Gibaqqa o'z uyiga qaytdi. Qalbi Xudo tarafidan ta'sirlantirilgan bir to'p baturlar uningga hamroh bo'ldi. Lekin ba'zi o'sal kishilar "Bu odam qandoqmi bizni qutqizalaydi?" deyishib, Savulni mansitmay, uningga hech qanday sovg'at bermadi. Savul hech nima demidi.